Xo'p, aziz o'quvchilar, hozir sizlarga to'liq robosumo yoki robofutbol, xullas musobaqaga tayyorgarlik uchun nima narsa qilish kerakligini ketma-ketlikda tushuntirib beramiz va xuddi mana shu ketma-ketlikda hamma bajarish kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda ideya olish kerak bo'ladi. Internetdan Instagram bo'ladimi, YouTube bo'ladimi yoki Google, Yandex yordamida, hech bo'lmaganda Pinterest yoki sun'iy intellekt yordamida birinchi o'rinda ideyani aniqlab olasizlar. Ya'ni nima yasamoqsizlar? Robosumo bo'lsa, qanaqa o'zi ideyalar bor? Robofutbol bo'layotgan bo'lsa, qanaqa ko'rinishdagi ideyalar bor? Birinchi o'rinda ideyani aniqlab olasizlar. Keyin ikkinchi o'rinda ideyani listga tushirish bo'ladi. Oddiy list olasizlar va bu yerga o'zlaringizga ideyalaringizga mos keladigan narsalarni chizib, qaychi yordamida kesib olasizlar. Va mana o'quvchilarimiz kecha yasashganda bir nechta variantlarda yasab chiqishgan. Hammasi kecha yasalgan variantlardan. Va ularni olib birinchi o'rinda qog'oz variantda maketini yasaysizlar. Birinchi sabab nima? Birinchi sabab ushbu materialni agar komiksda qilayotgan bo'lsangiz, behudaga sarflab yubormaslik. Aniq o'lchamlar bo'ladigan bo'lsa, aniq o'lcham bo'yicha bittada chiqarib olsak bo'ladi. Va misol tariqasida kecha bir kun mobaynida 3D printerdan bizda maketimiz chiqdi, lekin 1 sm berilgan reglamentdan uzun bo'lib qolgan. Endi natijada nima qilamiz? Yo maketni aralashimiz kerak yoki yana qayta yasashimiz kerak. Va mana shunaqa vaqtni behudaga oladigan narsalarni yo'qotishimiz uchun birinchi o'rinda maketni yasaysizlar. Qog'oz variantida, mana bu oddiy qog'oz variantida bo'ladi, yasaysizlar. Bu nima uchun kerak? Birinchi o'rinda motorlarni joylashuvi. Motorlarni olasizlar, joylashtirib ko'rasizlar. Qani motorlarimiz joylashyaptimi? G'ildirakdan olasizlar, g'ildiragimiz maketimizga to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi? Joylashuvi qanaqa? Tiqilib qolyaptimi, chiqib ketib qolyaptimi, razmeri boshqacha bo'lyaptimi? Keyin platalar qanday joylashyapti? Platalar noto'g'ri joylashib qolmadimi? Platalarni joylashtirishga o'zi aniq biz yasayotgan o'lchamlar mos keladimi, yo'qmi? O'sha narsani aniqlaysizlar. Hamma kerakli narsalar ushbu qog'oz maketning ichiga avval to'liq joylashadigan holatda bo'lishi kerak. Va bir narsani unutmanglar, agar mana bunga o'xshash korpus yasayotgan bo'lsangiz, balon qo'yilgandan keyin o'zi reglamentda o'lchovlar bor. Misol uchun robosumoniki 20 sm bo'lgan va sizlar o'lchashlaringiz kerak. G'ildiraklari bilan birgalikda mana bu korpusimiz 20 sm dan kammi yo'qmi? Agar oshib ketadigan bo'lsa, demak, mana bu o'zi o'tgan safar oshganda ko'rgan bo'lsangiz, uni kleyli yopishtirib qo'yamiz. Ya'ni uzunroq edi. Kesdikda qisqartirib, qani qaysi o'lcham bizga mos kelar. Va xomaki qog'oz variant bo'lgandan so'ng har bitta burchagini o'lchab chizilgan edi. Mana bunday ko'rinishda qog'ozga o'lcham chizib olasizlar. Va aynan mana shu aniq o'lcham bo'yicha eng oxirgi final maketni yasaysizlar qog'ozdan. Va hammasiga 100% amin bo'lganlaringizdan so'ng Phomix materialga chizishni boshlasangiz bo'ladi. Bu o'chirib ikkinchisini davom etamiz.